Ay qarang piyolarni yuvdim. Ah kızım meni oqti opa kızım chaqqan kızım hamma ishni qilaydi mana oy mama kızım. Oyjon oshxonalarni tozalab bo'ldim, mehmonxonani tozaladim, choylarni artdim, kirlarni ham yuvdim, огородda mag'dari bo'ldim. Tomni kim yuvadi? Meniki emas, uyda tomini aytayapman. Tezlashtiring, hali mahallani supurishingiz kerak. 20 kilometr haftaga tezlashing. Oyjon, umuman uyimiz shunaqa zo'rda uyimiz. Ay uxlab qolma. Nima qilmaydim? Men aytdim, qizim oyoq polvon, qizim uyqu chegana turgan. Ustimga uxlaman. Qizim boy, xonasiga kirib o'tdi. Boy. Keling! Oyjon, o'zim uxlab qolman. Nima uxlaysiz, ha? Hayot uxlashdan iboratmi? Bo'shliqmisiz uxlaysiz? 5 minutga ko'zim ilinibdi. O'zi 4 kundan beri uxlamagan. Dada qilmang menga. Bir oyda bir marta uxlasangiz yetadi. O'shan hozir uxlasam bo'lmaydimi? Ayyom, bo'pti. Ay, nima ovqat pishirib bering? Voy, siz payzanda-ku hamma ovqat qilishni bilasiz. Tuxum qovuring, qizim, shunday zo'r qovurasiz. Do'ppiday qilib galib siqiring. 8 oyoqda oyog'idan chuchuvara qiling. Undan keyin mant qiling. Desertga sumalak qiling. Tezlashtiring, yarim soat vaqtingiz qoldi. Ishtahangizga ko'z tegmasin, oyijon. Ay, men kiyim olgani ketdim. Boring qizim, kofta oling, ko'ylak oling, shim oling, hamma narsa oling. Dublonka ham olaman. Dublonka ham oling, qizimdan meni nozimdan. Voy, shim oling. Vat, qizim, yaxshi boribki, xonaga. Oyijon, siz qayerga ketyapsiz? kiyim. Nima kiyim? Ustingizdagi yap yangi. 4 yildan beri kiyaman, oyijon. Har bitta kiyim 25 yil srok berilgan. Buni yana hali 24 yil kiyishingiz kerak. Matematikangizga ham gap yo'q, oyijon. Qizim, sizga iPhone 85 Pro Max. Rahmat, jivanim. Kelin, sizni ham yuragingiz siqib, ziqib tashadim juda. To'g'ri. Shunga hozir qizimga iPhone berdim, sizga ham. Menga ham. Shu mana shu telefonni sizga ilindim. Yaxshi kunlaringizga ishlating, aylanib ketay. Buni hech bo'lmasa batareyasi qani?